Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Reumatoid artrit va osteoartritning bo'g'imlarga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Bizda darvoqe bittagina bo'g'im surati bor, mana shu suratning teng yarmida. Osteoartritning belgilarini, ikkinchi yarmida esa reumatoid artritning belgilarini tasvirlashga harakat qilamiz. Keling, dastavval bo'g'im hosil qilishda ishtirok etuvchi tuzilmalarni belgilab olaylik. Bu mana bu birinchi suyagimiz. Bu esa ikkinchi suyagimiz. Mana bu esa bo'g'im kapsulasi yoki bo'g'im qopchasi deyiladi, shuningdek synovium ham deyiladi. Yozib olamiz. Synovium. E'tibor bering, sin bu o'xshash degani, ovium esa tuxum degani. Demak, tuxumga o'xshash. Nega aynan bunday nomlanganligini hozir bilib olamiz. Mana shu pardaning ichki yuzasida mana bunday hujayralar demak joylashgan. Ularning vazifasi bo'g'im bo'shlig'iga suyuqlik ishlab chiqarish. Bu suyuqlik mana bu tog'aylarni oziqlantiradi va ularning yangilanishi uchun xizmat qiladi. Mana shu suyuqlikning ko'rinishi oq rangda. Xuddi xom tuxumning ichidagi oq moddaga o'xshash. Mana shu sababli synovium nomi berilgan bu bo'g'im qopchasiga. Endi osteoartritga to'xtalamiz. Osteoartritning kelib chiqishiga asosiy sabab bu yuklama edi. Yozib olamiz. Demak, yuklamaning oshib ketishi va albatta bu yuklama tog'ay to'qimaga ta'sir ko'rsatar edi. Demak, tog'ay to'qimaning yemirilishi natijasida bu yerda yallig'lanish jarayoni rivojlanadi. Bu muammo odatda yoshi kattalarda ro'y beradi. Lekin aslini olganda genetik moyilligi bor bo'lgan shaxslarda bu jarayon rivojlanadi. Demak, ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana bu sariq rangdagi tog'ay to'qima ekan. Mana shu tog'ay to'qimaning jarohati, ya'ni ularning yemirilishi boshlandi. Va ular mana bunday ko'rinishda bo'lakchalar hosil qilib, bo'g'im bo'shlig'ida suzib yuradi. Bu bo'lakchalar bo'g'im sichqonlari deyiladi. Yozib olamiz. Demak, bo'g'im, demak mana bu yerda ham bo'g'im sichqonlari. Ular albatta rentgenda ko'rinadi, demak, bo'g'im sichqonlari. Shuningdek, bu yerda mana bu jarohat bo'lgandan so'ng suyak to'qimasiga ikkinchi suyak to'qimasi ta'sir o'tkaza boshlaydi. Chunki ularni himoya qilib turadigan tog'ay to'qima endi yo'q va ular bir-biriga nisbatan ishqalanishi sodir bo'ladi. Mana bu yerda ishqalanish oqibatida silliqlanish holati yuzaga keladi. Demak, bo'g'im suyaklarining silliqlanishi. Keling, suyaklar silliqlanishi deb yozib olamiz. Demak, suyaklar silliqlanishi. Suyaklar silliqlanishi sodir bo'ladi. Endi bu yerda tog'ay to'qima yo'q va suyak to'qimasi ochilib qoldi. Natijada kalsiy moddalari mana shu yerga kelib o'tira boshlaydi va o'z-o'zidan suyak to'qimasi shakllanadi mana bunday ko'rinishda. E'tibor bering, u avvalgi shakldan, ya'ni suyakning mana bunday ko'rinishidan farq qilib bo'rtib chiqyapti. Va bu bo'rtib chiqqan qismlari bo'g'imni biz harakatlantirganimizda, mana bunday u yoq bu yoqqa harakatlantirganimizda kapsulani ta'sirlantiradi. Ya'ni bo'g'im kapsulasini yoki bo'g'im qopchasini ta'sirlantiradi va u yerda og'riqni chaqiradi. Va albatta noxush his uyg'onadi bemorda. Demak, bu mana shu o'siqchalar osteofit deb nomlanadi. Demak, osteofit. Osteofitning tashqi tomondagi belgisi, ya'ni tashqaridan unga qaraganimizda bo'g'imda bir bo'rtiqcha ko'rinishida namoyon bo'ladi. Mana shu bo'rtiqchaga nom berilgan, ya'ni tugunga. Bu nom, e'tibor bering, ikkita joy ajratdik. Birinchi nomi Bushar tuguni. Bushar tuguni. Ikkinchi nomi esa Geberdin tuguni. Nega bitta tugunni mana shunday ikki xil nom bilan atayapmiz? Demak, Geberdin tuguni. Bunga asosiy sabab mana shu osteofitning qaysi bo'g'imda joylashganligi. Bushar tuguni deyilishiga sabab bu proksimal falangalar aro bo'g'imda hosil bo'lgan tugun, ya'ni osteofit. Geberdin tuguni deyilishiga sabab esa
dip ya'ni distal falangalar orasida joylashganligi sababdir. Demak, mana belgilab oldik bu ikkala holatni. Nega ularning nomi ikki xilligini. Demak, ular aslida bir narsa, ya'ni osteobit, shunchaki ularning qaysi bo'g'imda hosil bo'lganligiga qarab mana shunday ikki xil nom berilgan. Endi reumatoid artritga o'tamiz. Reumatoid artritning asosiy sababi biz bilamizki, autoimmun holat edi. Yozib olaylik. Autoimmun holat. Bu holatning boshlanishiga asosiy sababchi bu Hashila DR4 retseptori. Bu hujayra yuzasidagi retseptor. Uning bo'lishi mana bu jarayon, ya'ni immun tizimning faollanishi va uning hujumi boshlanishiga sababchi bo'ladi. Demak, Hashila DR4 ni aniqlashimiz zahoti biz reumatoid artrit haqida o'ylashimiz kerak. Demak, bemorimizda mana shu retseptor, ya'ni mana shu hujayra yuzasidagi retseptor aniqlandi. Xo'sh, undan so'ng nima bo'ladi? Autoimmun jarayon avjlanadi va buning natijasida mana bu bo'g'imga nisbatan immun yallig'lanish holati boshlanadi. Bu holatni biz bitta so'z bilan, ya'ni umumiy qilib sinovit deb atashimiz mumkin. Ya'ni sinovit bu bo'g'im kapsulasining yallig'lanishi degani yoki bo'g'im qopchasining yallig'lanishi degani. Demak, yozib olamiz. Sinovit. Sinovit rivojlandi. Xo'sh, bundan so'ng nima bo'ladi? Ya'ni mana bu yerda endi yallig'lanish jarayoni mana ko'rib turganingizdek boshlandi va bu yerda panus shakllanadi. Keling yozib olamiz. Demak, panus shakllandi. Bu holat hozir uni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana bu yerda yallig'lanish jarayoni bo'lgandan so'ng bu yerdagi hujayralar tartibsiz ravishda ko'paya boshlaydi. E'tibor bering, ular tartibsiz ravishda ko'paya boshladi. Va qisman mana bu suyakning mana bu qismiga, ya'ni bo'g'im hosil qilishda ishtirok etuvchi suyakning mana bu yerdagi qismiga ham o'tib boradi. E'tibor bering, mana shunday tarzda hujayra ko'payyapti va bu yerda granulyatsion to'qima hosil bo'ladi. Ya'ni granulyatsiya hosil bo'ladi. Keling yozib qo'yamiz. Granulyatsiya. Granulyatsiya shunday to'qimaki, uning ichida hujayralar yashaydi va ular qon bilan ta'minlangan bo'ladi. Mana bu yerda hosil bo'lgan hujayralar to'plami o'z-o'zidan kontrakturani hosil qiladi. Ya'ni endi avvalgidek bu qopcha erkin holatda turmaydi, uning tirishish, ya'ni yaqinlashish holati yuzaga keladi. Bu holat kontraktura deyiladi. Keling yozib olamiz. Demak, kontrakturasi yuzaga keldi. Mana shu kontraktura, ya'ni granulyatsion to'qimaning hosil bo'lishi va uning oqibatida kontrakturaning sodir bo'lishi natijasida mana bu ikkala suyak bir-biriga juda ham yaqinlashib qoladi. Buning oqibatida bu yerda keling har birini ko'rib chiqamiz. Buning oqibatida bu yerda bitishma hosil bo'ladi. Demak, bitishma natijasida bu ikkala suyak bir-biriga juda ham yaqin keladi. Natijada keling mana shu so'zni tibbiy atama bilan, ya'ni ankyloz so'zi bilan ham nomlab qo'yamiz. Demak, ankyloz bu degani bitishma hosil bo'lishi, ikkala suyak o'rtasida bitishma shakllanishi degani. Ikkinchi holatimiz granulyatsiya va kontraktura oqibatida bu yerda suyaklar bir-biriga nisbatan siljiydi. Ya'ni siljish holati yuzaga keladi. Demak, siljish deb yozib olamiz. Siljishni mana bu tarzda sizlarga ko'rsatmoqchiman. Demak, mana bunday e'tibor bering, bir suyak ikkinchisiga nisbatan siljidi. Ularning normal ko'rinishi buzildi. Mana shu holat deformatsiya deyiladi. Keling uni ham yozib olamiz. Demak, deformatsiya yuzaga keldi. Mana shu jarayon faqatgina ma'lum bir bo'g'imlarda, ya'ni reumatoid artritda odatda bu bo'g'imlar proksimal bo'g'imlar edi. Mana shu bo'g'imlardagina hosil bo'ladi. Biz demak darhol ajratib olishimiz mumkin. Proksimal falangalar orasidagi bo'g'imda mana shunday deformatsiyalar yuzaga keladi. Biz darhol reumatoid artrit haqida o'ylashimiz mumkin mana shu vaziyatda. Keling bu bo'g'imimizni joyiga qo'yamiz va yana bir holat haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bu holatimiz revmatik omil bilan bog'liq. Keling yozib olamiz. Demak, revmatik omil. U nima edi?
uning aniqlanishi oqibatida, ya'ni keling dastavval uni nimaligini yozib olaylik. Bu immunoglobulin M. Mana shu harfimizning ko'rinishi bir oz boshqacha bo'lib qoldi. Demak, immunoglobulin M. Demak, bu immunoglobulin shakllanganda uning hujumi ro'y beradi. Ya'ni u mana bu pardaga, ya'ni sinoviumga ta'sir etadi va u yerda yallig'lanish jarayoni avjlanadi. Ya'ni endi bu yerda neytrofil, keling yozib qo'yamiz, neytrofilning miqdori osha boshlaydi va o'z-o'zidan yallig'lanish jarayoni ham avjlanadi. Darvoqe mana bu immunoglobulin M antitanachasi. Immunoglobulin M antitanachasi hosil bo'ladi. Demak, revmatik omil revmatoid artritda autoimmun yallig'lanishni boshlab berar ekan va bu yerda boshqa klinik belgilar sekin-asta rivojlanadi. Demak, mana revmatoid artrit va osteoartrit o'rtasidagi farqli jihatlarni ko'rib oldik.